Yelka kamar muskullarini o'rgandik. Hozir nechta muskul bor ekan? 6 ta muskulimiz bor ekan. Birinchisi mana yelkaning deltasimon muskuli. Muskulus deltoideus. Bemor shunday holatda yotib, sizlarga qarab yotibdi, osmonga qarab yotibdi. Muskulus deltoideus. Endi mana orqasini qivoramiz mana. Orqa tomonda mana qirra usti muskuli mana. Musculus supraspinata. Endi qirra osti muskuli, musculus infraspinata. Infraspinata oltida. Uni tagida mana kichik yumaloq muskul, musculus teres minor va oldingi tomonda dedik musculus teres major mana. Oldingi tomonda bu. O'shaning uchun nimalari, vazifalari joylashish o'rniga qarab turib har xil dedik. Mana bu deltasimon bilan supraspinata qo'limizni nima qiladi dedik? Tanamizdan uzoqlashtiradi, ya'ni abduksiya qiladi. Musculus teres minor bilan musculus infraspinata tanamizni orqasi joylashgan uchun qo'limizni tashqariga buradi, ya'ni supinatsiya qiladi dedik. Musculus subscapularis bilan musculus teres major oldingi tomonda joylashganligi uchun pronatsiya qiladi, ya'ni ichkariga bukadi deb aytdik. Tushunarli bo'ldimi?